Assalomu alaykum chorva ishqibozlari, Hikmatullo Uz kanalining doimiy kuzatuvchilari. 24-noyabr 2025-yil Namangan viloyati Chortoq tumani Korosgon shaharchasidan dehqon akalarning xonadonidan video tayyorlayapmiz. Sotiladigan bir dona toza qonli sutga to'yib o'sgan semental buqacha bor akalar. Qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bir donadan laykni bosib, Telegram guruhlariga, chorva ishqibozlariga videolarimizni podlet saqib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Bemalol telefon qilib savdo qila olasizlar. Xohlasa o'zlari bir kunlik emdiligidan olib, mana shu kungacha mana sutga to'ydirib o'stirib qo'yishga kerak. Zotga olaman, zo'ridan chiqsa ishqibozchilikka boqaman degan odamga behijolat ma'qul kelaveradigan. Obuna bo'lmay ko'ryapti turganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Buni shox kuydirilganmi yo to'qolmidi? Kuydirilganmi yo kuydirilgan, a? Shoxlari kuydirilgan. Haqiqiy stakan tuyoqlar akalar. Endi bayliqqa tushmagan ekan. O'zi sheriklardan ajratib, baylab chiqib ko'rsatib qo'yapmiz. Lekin buqachani kuchlisi, rangi ro'ylari ham hamma narsasi tanada. Holatlarni ko'rib turibsizlar. Hozir necha 7 oylik bo'ldimi? Yo'q, 6 oylik. 6 oylikga 6 oylikda. Hali oqkam, to'qqizilidan olib boqaman. Bildan keyinga bir zotga ishlataman, sigir hunarchilarga qo'shaman deganlarga o'zlari ishqibozchilikka boqqan. Bemalol kelib ko'rsanglar yoqadigan. Uzunligi ham hamma narsasi suyaklari o'ta yo'g'oni. Bu yoqqa bitta qaytaring aka. Yeb-ichish sog'ligi hamma narsasi xudo xolasa joyida. Kelib bemalol o'zinglar ham ko'rib olsanglar bo'laveradi. Endi hali sementalda ham to'g'risi har xili bor. Chertib olib boqaman degan odamga ma'qul kelaveradi. Hamma joyi 100. O'ta go'zal akalar. Telefonda ko'ringandan ancha kuchli kelib ustida ko'rsanglar. Bo'lak narsaligi ma'lum bo'lib turibdi. Bo'ylari o'lchangan 1.25 akalar, o'lchab qo'yishgan. 1.25. Kelib bemalol o'zinglar ham o'lchab olsanglar bo'laveradi. Bo'yiga ham, yoshiga ham hali hech narsasiga emas. Uni sortiga, korpusiga oladigan bu qo'ygan. Turishni qaranglar. O'ta zo'r. Mana akalar gumon bo'lmasin, realniy o'lchab ham beramiz. 20 plus. 1.20 plus ekana. 1-2 sm bu yog'i. 1.30 aka. 1.30 aka. Arqadan 1.30 a? Arqadan 1.30, Arqadan 1.30, oldidan 1.20. Mana arqa tomonlari ham hamma narsasi haligi bo'lib ham buzoq ham qorinsiz bo'lib juda chiroyli o'sgan ekan. Bu hozir sut ichmaydi bu. Hozir ham yemayapti. Hozir ham yemayapti akalar. Qaranglar turishini. Endi bemalol nima berib baqsa bo'laveradigan kelib qolgan a. Xudo xolasa yaxshilikka sotilyapti akalar. Nech pul narx aytamiz? 35 kami bor. 35 ga kami bor. Savdo qilishib olaveradi. Bu yoqqa bitta olib kelingchi, bitta yetalab bering. 35 millionga kami bor deyilyapti akalar. Endi kelib, xudo xolasa ustida ko'rib, lekin kelib ustida ko'rsanglar ham, onlayn tarzda olsanglar ham yaxshi buqa boradi. Arqonga tushmaganligi bilinib turibdi, ko'rib turibsizlar. Nomerlarni ekranga yozib qo'yamiz. Telefon qilib, xudo xolasa olaman, boqaman degan odam bo'lsa, dehqon akalarda savdolashib olaverasizlar. Sog'ligi, boshqa yeb-ichishini hamma yo'g'ini kelib ko'rib olaverasizlar. Xudo xolasa juda go'zal buqachani. Bitta tumshuqlarni yaqin qilib qo'yaylik. Mana bunlarda dog'i yo'q, boshqasi yo'q. Behijolat. Ustida ko'rsanglar tashab ketadigan emas. Xudo xolasa zo'r chiqsa boqaman, bir tonnalik qilib nasl olib ko'paytiraman degan ishqiboziga 100 ma'qul kelaveradigan ona.